Atirgul nechi puldan aka? 10 ming aka. 150 ming. 10 mingdan. Nechi puldan bular? 80 ming. Yerda yaxshi o'tsa ham kerak. Tatvoyi 80 ming. Liliya gullar do'stlar. 80 mingdan tuvaga. Guliga tegmaydi, guliga. Sizda yana mingtasi bor. Xola ming marta tushsa gulni axlat bo'ladi. Hech qaysi gulni ushlab ko'rmaydi, bitta biz emas, qolganligini ham. Dabdala bo'ladi. Bular nechi puldan? Tomog'i bilan mamnun qiladi, axlat bo'ladi. 150 450. 250 ming xato. Ular nechi so'm? 80 ming. Go'zalligini qarang. Qancha pulda ochilib turar ekan bu? Bir oy gullikda dam olib yana gullik. Atirgullar. Atirgullar nechi puldan? Atirgul. 15 ming. Atirgullar nechi puldan? Donaga pachkaga. Donaga, pachkaga. Donaga 2,5 ming, pachkaga 5 ming. Hammasi bir xil. Sorti bor. Spreylar bor, bu paket. Aha. Uni 10 mingdan, men piyonavisilar bor, mamnunga tashinalar. Uni 10 mingdan donaga, pachkaga 8 mingdan. Aha. Antipiga yuzlar bor, arkiga ketadigan. Uni 50 mingdan. Qo'ryoqinchi gulligan. Bular 50 mingdanmi? Ha, bularcha arkiga ketadi-da, qo'ryoqinchi gullidir. Rangi bor, qadri bo'ladi. Ha, bo'yi baland gulkottalar bor-ku. Ha, mana bular 5 ming. Pachkaga. Donaga? Donaga 2,5 ming. Mana men pochka. Rahmat. Lola nechi pul? 15 ming. Lolalar 15 ming. Kartoshka gullar qanchadan? Mana bu Kartoshka gullar 40 ming, 50 ming shodasi. past qator. Mana bu gepastirlar 15 ming, gladonuslar 5 ming. Bular 50 ming, 60 ming, mana bular 5 ming. Abi gullar chiroyli. Nechi puldan ekan bular? Nechi pul gullar? 3,5 ming. Donaga. Hali ko'ngli ochilib bo'lmagan, hali buncha. Rostmi? Qanaqa sarov bo'ladi ochib? Ochilib bo'lmaganda. Donaga 3,5 mingmi bu? Yaxshi ikkachi. 3 ming. Nechi puldan bu gullar? Qancha? Xo'jaylari bormi? Kartoshka gullar. Piyozdan chiqsa kerak, chiqmasmi? Piyozdan.